Bir qadam yetishmay qolgan edi hikoyasi. Bir yigit tog'ga chiqishni juda yaxshi ko'rardi. Bir kuni u o'ziga katta maqsad qo'ydi. Eng baland cho'qqiga men yolg'iz o'zim chiqaman, dedi. U tongda yo'lga chiqdi. Qorong'u tushganda cho'qqiga juda yaqin qoldi. Atigi 1-2 metr. Sovuq shamol, qalin tuman va charchoq uni holdan toydirdi. U ichida shunday dedi: ehtimol ortga qaytganim ma'quldir. Balki men bunga tayyor emasman. Ertaga qaytib kelarman. U yoniga qaradi. Balandlik qo'rqinchli edi. U pastga qarab tushishni boshladi. Ammo keyin yana ortga qayirib qarasa, cho'qqi deyarli qo'l uzatsa yetadigan masofada edi. Shu payt ichida bir fikr uyg'ondi. Men hozir ortga qaytsam, umrim bo'yi shu 1-2 qadam uchun pushaymon bo'lib yashayman. U o'zini qo'lga oldi. Bor kuchini to'pladi va oxirgi 2 qadamlab tepaga chiqdi. Cho'qqiga oyoq qo'yganida quyosh bulutlar orasidan yorishib atrofni oltindek nurga bo'yardi. U shunda tushundi: inson eng ko'p taslim bo'ladigan joy aynan manzilga eng yaqin joydir. Ba'zan taslim bo'lgimiz kelgan payt aynan muvaffaqiyatga eng yaqin vaqt bo'ladi. Bir necha qadamlik sabr kelajakdagi butun hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Eng katta g'alaba o'zingizdagi qo'rquvni yengishdir.